worden. Wir haben 4 Jahre damals uns ausgebildet und wollen diese 4 Jahre nutzen. Nutzen und Kommen unseres deutschen Volkes. Damit wohl in erster Linie für den deutschen Arbeiter. Verbinden Sie das? Arbeit und Bu men xo'rotalarni ko'rganmiz ming xilmishin, uydan olib sotganida buyumlarni olib chiqib, ko'zlarimiz ko'rgan onalarni metin bardoshin, majruh bolalik davridan ketolmadik sog' chiqib. Achindik onalarga umri g'urbatligiga, achindik bir bor berilgan bolalik zoya ketdi. Ko'nikdik hayotni mayli o'zi rasvoligiga, bu bolalar qahri qattiq bo'lib yiqilib voyaga yetdi. Bizlardan chiqsin endi qanaqayam kasb egasi, hovlida singan idishlar kabi singan bo'lsa qalb. Bu qo'shig'im eshitib onajonim yig'lamasin, hayot tutqazib zahar hali tutqazmadi qand. Gitler ham balki yoshlikda hayotdan bezgandir, uni ham qahrini dunyo tosh qilgandir. Bolalikda balki qasdlashib dunyoni shu sabab buzgandir. Qaraylar ko'chalarga minglab Gitler endilikda. Kechagi orzular tuyular endi shunchaki kulguli ahmoqona bo'p, boshqatdan orzular qilinar endi. Beg'ubor bolalik bo'lgandi xarob, behuda xayollar surilmas endi. Pul topish dardida tepadi yurak, orzular qasri ham qurilmas endi. Bekorchi orzular endi ne kerak? Mehribon emasman unchalik insonlarga nisbatan, achinish hissi yo'q menda, ular cheksalar ozor. Qanchasi xorligidan kulib ketdim ustidan, axir shu jamiyat-ku mehrini qilgan bozor. Nimani eksen o'shani o'rasan degani bu. Mehr ko'rsatganlarga biz dalishi mehribonmiz, mehr berilmagan bolalar mehrsiz degani bu. Bizni suygan bandalarga bizlar ham qadrdonmiz. Bizning farzandlar hali biz to'kkan yoshni to'kmaydi, ular sinf fondiga ham hammadan oldin to'laydi. Ular onalarin ko'zi ko'karganini ko'rmaydi, inshaalloh biznikilar o'qish payti ishlamaydi. Gitler ham balki yoshlikda hayotdan bezgandir, uni ham qahrini dunyo tosh qilgandir. Bolalikda balki qasdlashib dunyoni shu sabab buzgandir. Qaraylar ko'chalarga minglab Gitler endilikda. Kechagi orzular tuyular endi shunchaki kulguli ahmoqona bo'p, boshqatdan orzular qilinar endi. Beg'ubor bolalik bo'lgandi xarob, behuda xayollar surilmas endi. Pul topish dardida tepadi yurak, orzular qasri ham qurilmas endi. Bekorchi orzular endi ne kerak? Mirshablar podvalga qamab tepkilashdi ayibsiz, bo'yniga ilmoqchi bo'ldi ochilmagan jinoyatni. Endi ko'chada bezori kasb kori tayinsiz, hech kim yomon bo'p tug'ilmas, aybi bo'lar jamiyatni. Otalar tarbiya emas pul berdi yosh bolaga, do'konga chiqib aroq va tamaki olib keldi. Farzandi taqdiri kelmas mast ota xayoliga, tarbiyani otadan emas ko'chadan oldi. Jallod bo'ldi bir paytlar kamsitilgan bolalar, ular qorin to'ydiray deb hamyonlarni talab ketdi, lekin ularga qop-qora tamg'a qo'ydi odamlar va qalbida nafrat bilan bu bolalar voyaga yetdi. Gitler ham balki yoshlikda hayotdan bezgandir, uni ham qahrini dunyo tosh qilgandir. Bolalikda balki qasdlashib dunyoni shu sabab buzgandir. Qaraylar ko'chalarga minglab Gitler endilikda. Kechagi orzular tuyular endi shunchaki kulguli ahmoqona bo'p, boshqatdan orzular qilinar endi. Beg'ubor bolalik bo'lgandi xarob, behuda xayollar surilmas endi. Pul topish dardida tepadi yurak, orzular qasri ham qurilmas endi. Bekorchi orzular endi ne kerak?